Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, kim xavf xatarga tushsa, tunning avvalgi qismida yo'liga chiqadi. Kim tunning avvalgi qismida yo'liga chiqsa, manziliga eson omon yetib oladi. Ogoh bo'linglar. Allohning matosi juda qimmatdir. Allohning matosi jannatdir deganlar. Endi Payg'ambar alayhissalatu vasallam juda ham go'zal o'xshatish qildilar bu hadisda. Bir tijoratchi karvonni yo'lga chiqarish kerak. Kim agar yo'ldan xavf va xatarga tushadigan bo'lsa, yarim kechasi emas, tunning avvalgi qismida yo'lga chiqish kerak. Tunning avvalgi qismida yo'lga chiqsa, manziliga eson omon yetib oladi. Ya'ni hali qaroqchilar chiqmagan bo'ladi va yana yirtqichlar ham hali yo'lga chiqmagan bo'ladi. Bu mo'minga zarbul masal. Mo'min namoz, ibodat, roza va hokazo shunga o'xshagan Allohning amrlarini bajarishda, Allohning qaytarg'ilaridan qaytishda yengini vaqtliroq shimarib, vaqtliroq kirishsin. Shunda manzilga eson omon yetib oladi. Yana hadisi davomida aytayaptilarki, ogoh bo'linglar. Allohning matosi juda qimmatdir. Allohning matosi u jannatdir deganlar. Jannat uchun harakat qilamiz hammamiz. Lekin u juda qimmat. Uni badaliga ko'p narsa berilishi kerak. Uni badaliga umringizni berishingiz kerak. Vaqtingizni berishingiz kerak. Uyqularingizni berishingiz kerak. Quvvatingizni berishingiz kerak. Ko'zingizning nurini, jismoniy quvvatlaringizni, hamma narsangizni berishingiz kerak. Demak, toat ibodat uchun, yaxshi amallar uchun inson butun vujudini, butun tanasini sarflaydi, mol dunyosini sarflaydi. Demak, nima uchun? Allohning matosini sotib olish uchun.